Assalomu alaykum Instagram xalqlar do'stligi saroyi. Ertalabdan давленияларым oshib, bu неблагодарный, конченый odamdan я просто не ожидала, в шоке. Javob bermayaptimi menga yoz, javob bermayapti ya deb. Блядь, pizdets. Marat aka yozsa, advokatim mana nima savolingiz bo'lsa advokatim javob beradi debdi. Блядь, senga chin ko'ngildan uy padarka qilayotgan odamga advokatingning nima aloqasi bor? Yibanashqa? Tuparili, tilimi qichitma Sabrina, tilimi qichitma. Juda ham ko'p narsa gapirib boraman, keyin vashshi bosh ko'tara olmay qolasan O'zbekistonda. Tilimi qichitmagin. Ko'tni qisgan boy bo'lur deydi. Advokating har doim yurmaydi. Sudda jarayoni tugagandan keyin advokat ketadi ishini bitirib. Xalq pulidan advokat to'lab yuribsan, hali advokating sudda jarayoni tugagandan keyin ketadi. Bosh ko'tarib yurishing bor. Истинный haliga qilmasdan istini yuzingni ochgin, bizni oldimizdagi yuzingni och. Nimaga bo'p qolding? Yuzingni och, istini yuzingni. Senga endi uy, mana uy endi senga. Mana uy senga endi, mana olasan uyda. Yibanashqa tuparılaya. Hammani norozi qilib ketding yordam berganlarni. Hammani Yulduz, Mohina, men hammani norozi qilib ketding. Butun yordam berganlarni norozi qilding. Xalqqa ayt, bu xalq to'plagan pulni nima qilib yuribsan onang bilan? Shuni fakt bilan keltirib ber. Davay chek chiqarib ber, nimaga ishlatyapsan pulni? Men bilaman, xalq bilsa seni qarg'ishga qolib ketasan. Qo'ygin, tilimi qichitmagin. Mol miyang bilan o'ylamadingmi? Mol miyang bilan. Mana unda bo'lib qolgansan shekilida, shuning uchun miyang yaxshi ishlamaydi. PR kerak bo'lganda uchib borganingda vot-vota gum qilib, PR qilib topshirmasmidi uyni dalba yo'q, miyasi aynigan. Menga ham o'zi Iskandar aka aytdi. PR xohlamayapti, umuman gapirmanglar, internetga chiqib ketmasin. Prosta ko'ngil uchun padarka qilmoqchi edi. Prosta savob yo'lida deganda, internetga chiqqisi kelganda, PR qilgisi kelganda kalleni ishlatsang, PR qilgisi kelganda O'zbekistonga borishingga yo'q, vot-vota gum qilib, videolar olib hamma joyga qo'yib, hali blogerlaring qiladi, xuddi shunaqa qilib bergan bo'lardi. Tixa mirna senga topshirib qo'yib, hech joyga chiqarmasdan topshirib qo'ymoqchi edi. Advokatim javob beradi deganini qaranglar, beti yo'q. Mana senga uy, mana qanjiq. Sochingni yulib olardim hozir yonimda bo'lganingda. Marat akani, Shahzodapani biladiganlar biladi. Qancha qiynalgan oilaga uy padarka qilishgan, PR qilib olib chiqqani yo'q biror joyda. Bunga ham xuddi shunaqa menga kerak emas PR, umuman kerak emas PR deb Tifinga topshirib qo'ymoqchi edi. Nima gapingiz bo'lsa advokatimga yozing deb yozganiga hayron qoldim meni. Shok bo'lib qoldim ertalabdan. Bilak senga uy padarka qilyapti. Indamay onang bilan borib rahmat deb olib ket. Advokat tut prichom bilak. Pizdец, я в шоке. Неблагодарный odamlar juda ham cho'ntagingdagi pul xalq to'plab bergan pul bir kunmas bir kun tugaydi. Keyin nima qilasan? Voy beti yo'q, ya shok bo'lib qoldim. Bunaqa sahar turmasdim. 100 marta telefon qilishib nima bo'ldi ekan debman, Mana jingalak soch advokatni tushunmadim. Seni deyling, urib ketgan qiz bilan zanimatsiya qilishmasmi? Uni lichniy hayotiga nima aralashyapti bu advokat, men tushunmadim. PR qilyaptimi? Ko'proq zakaz tushsin deb PR qilyaptimi? Men tushunmadim. Bu seni deyling Ahad Qayum bilan ana urib ketgan qiz bilan razborka qilishmasmidi? Men tushunmadim, hayron qolyapman. Advokatni ishi intervyu berish emas shekilli, защищать qilish shekilli, urib ketgan qizni Ahad Qayumdan tuda-suda. PRni siz qilmayapsizmi jingalak opa? PRni siz qilmayapsizmi mabodo? Sizning nima aloqangiz bor birovga uy padarka qilgan qilmaganini? Sizning nima aloqangiz bor? Bu urush janjaldi deb bugun og'zaki ekzamenim bor. Tayyorgarlik ko'rishim kerak edi, tayyorgarlik ko'rishim esimdan chiqib ketdi. Ay. Boshim. Pasportingizni kserokopiyasi bilan tashab qo'ying dedi. Tashab qo'ydim. Uje bir haftadan oshdi. Ko'rgani ham yo'q, javob ham bermabdi. Menga aloqaga chiqmadi. Qanchalik to'g'ri noto'g'riligini bilmadim, lekin men hali uy olganim yo'q buni.
Marat Xayrullayevichga biz telefon orqali ham bog'lanmoqchi bo'ldik. Sabrinani telefon to'liq nima qora ro'yxatga kiritib qo'yilgan. Marat Xayrullayevich bilan bog'lanish hech qanaqa aloqasi yo'q. Ular prosta internetda mashhurlikka erishish uchun yoki qandaydir nimadir o'zini ko'rsatish uchun qilingan PR hisoblanadi bu. Unga hech qanaqa uy taqdim qilinmagan bugungi kunda ham. Rahim qilma yetimga, yetim sikib ketar ko'tingga degan gaplarga endi mana yana bir marta ishondim. Bu nonko'r ona bola nonko'rlar uy beribdi sizlarga desam, voy qurilmaganmi, tayyor emasmi, voy yozib qo'ying, yozib qo'ying, yozib qo'ying. Peripiska hammasi bor. Hamma boshidan oxirigacha peripiskalar bor. Yozib qo'ying, kutyapti. Marat aka uy podarka qilibdi sizga. Avgustdami, sentyabrda tayyor bo'lar ekan u uy. Yozib qo'ying, yozib qo'ying, yozib qo'ying, yozib qo'ying. Hey, o'lmagan bo'lsa Mohina bilan Yulduz svidetel. Ikkalasi ham svidetel bo'lib turibdi. Nonko'r ekansan. Bergan yordamimga qaytib birovga yordam berganim bo'lsin. Iloyo ilovonda yordam berganim teshib chiqsin. Noroziman, bir umr noroziman. Sen qanjig'dan. Noinsof senga Marat aka yozibdi-ku. 100 marta aytdim, hey, uy beribdi sizlarga, uy beribdi sizlarga, uy beribdi sizlarga desam. Odamlarga salom, rahmat deb qo'ying desam, internetim yo'q, unim yo'q. Hamma xalq bildi, Jasmin nonko'r ekan bu qiz deb. Nonko'r ekan bu qiz deb. Xudoyim prosta tak jazo bermagan bu qizga. Ya ertalabda shok bo'lib qoldim. Men ertalabda bu videoni ko'rib shok bo'lib qoldim. Iflos ekansan. Marat aka yozuvdi, nima deb javob berding? Nima deb javob berding? Advokatimning nomeri, nima savolingiz bo'lsa javob beradi. Beting bormi seni? Beti yo'q. Haqiqatni gapir, iflos. Shu xalq senga yordam berdi, teshib chiqir. Iloyo ilovonda teshib chiqsin bor pul. Ichib yuribdi onang xalq puliga. Iflos. Sen Jasmin chekkada o'tiribdi, hech bolani bilmaydi deb o'ylamagin. Juda ham ko'p narsani bilaman. Qanday ko'chada yurmaydigan qilib qo'yadigan darajada faktlarim bor. Ko'chada yura olmaysan. Teshib chiqadi xalq puli. Iflos. Noinsof, birovlarni nomidan biladi, piaring tushib ketib, piar qilmay qanjiq. Bekar yordam bergan ekanman shu qanjiqqa. Tavbalar qildim senga yordam berganimdan. Aralashganimdan seni hayotingga tavbalar qildim. Yotishing kerak edi. Xudo prosta tak jazo bermagan ekan sen iflosga. Tilimni qichitmagin, tilimni. Meni tilimni qichitmagin. O, ginekologlar aytib bergan gaplar bor. Sharmandai sharmisoringni chiqaraman. Ko'tni qiskin biladi qanjiq. Ama sharmandayni chiqarib yuboraman bilib qo'ygin. O'ynashmagin. Men kichkina qiz ekan deb qisib o'tiribman. Qisib o'tiribman haromi. Advokat qayerdan paydo bo'lib qopti? Hayron qolaman. Advokat qayerdan paydo bo'lib qopti? Advokatga qayerdan pul to'layapti bu? Xalq pulidan to'layaptimi? Endi tushunmayapman. Yordam sifatida to'plangan puldan to'layaptimi? Yo'q. Odam senga uy podarka qilyapti, advokat tut prichom. Advokatimning nomeri, nima savolingiz bo'lsa, advokatim javob beradi. Savol? Yibanut emasmisan? Tilim yomon qichyapti, qisyapman.